Mana shu rasmlarni qanaqa qilib mana shu holatga keltirganim haqida gaplashamiz. Bu safar mijozim onalariga kutilmagan sovg'a qilishni xohlayotganlarini aytdilar va rasm yubordilar. U rasmda onalari alohida va otalari alohida tushgan rasmlar ekan. Otalari esa ancha yillar oldin vafot etgan ekanlar. Ularning rasmini yonma-yon qo'yib, orqalariga esa Ka'baning rasmini tushirib bersangiz deb mendan iltimos qildilar. Men esa albatta ularga yo'q deya olmay, bu ishni o'z ustalariga topshirdim. Menda bu zakaz uchun atigi 3 kun vaqt bor edi. Undan 2 kuni esa rasmni montaj qilish, rasmni chiqartirish, planshet zakaz qilish uchun ketdi. Xo'sh, endi bir tasavvur qilib ko'ringlar, bu onaxonimizda bu soatda ayniqsa bu rasmni ko'rib qanchalik xursand bo'ldilar deb o'ylaysizlar? Kommentariyada fikringlarni kutaman. Har bir fikr men uchun juda ham muhim. Agarda sizlar ham shunaqa narsalarni o'zingizlarning qo'lingizlar bilan onlayn yoki offlayn o'rganishni xohlasanglar yoki zakaz berishni xohlasanglar, direktdan plus belgisini qoldirsanglar, biz o'zimiz aloqaga chiqamiz. Siz ham yaqinlaringizga unutilmas onlar baxsh eting.